Assalomu alaykum, hurmatli kuzatib boruvchilarimiz. Yana bir kunimiz Hindistonda. Mana yana bir klinikaga keldik. Bu yerda analizlar bo'yicha juda yaxshi klinika ekan. Mana bunisi garaji, mana maxsus bu yerda buyragi boshqa tomografiyalar DTPA degan analizimiz bor ekan. O'shani olgani keldik. Resepsiyonga kiraverishi juda ajoyib ekan. O'zi ham bir ko'rinishda mehmonxonaga o'xshaydi, lekin qoyil qolganim juda chiroyli bezashdi. Yana eng oxirgi apparaturalar bilan jihozlangan ekan. Ya'ni o'sha buyrakni har bir nimasini tekshirish va buyrak bo'yicha transplantatsiya kelgan bemorlarimizga donorlik qilayotgan bemorimizni donorlik qilishga mumkinmi, mumkin emasligini ham mana shu yerda bilib beradigan apparat. Ya'ni tushish darajasini ham aniqlab berishar ekan. Shunaqa texnologiyalari ham bor ekan. Menga hozir tushuntirishgani bo'yicha gapiraman sizlarga. Inshaalloh hech kim kasal bo'lmasin. Kimgaga shunaqa Hindistonda yordam kerak, shunaqa klinikaga kelishni tavsiya qilaman. Tekshirishlariga gap yo'q. Mana bu resepsiyon. Mana biz bemorimiz Jamshid aka. Qalaysiz? Yoqdimi? Hindiston yoqdimi sizga? Yaxshi, sog'liq yaxshimi axir? Charchab yaxshisizmi? Qiyinchiliklar yo'qmi? Yo'q. Yotoqxonalarda muammo yo'q. Yaxshi joylashdinglar. Sog' bo'linglar. Alloh shifo bersin. Bu bo'limda lekin video qilish mumkin emas ekan. Bizlarni kirgizishmadi, lekin xonasiga men besh ketdim. Kutish joyi juda ajoyib. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, tan joyinglar sog' bo'lsin, kasal bo'lmanglar.